payg'ambar alayhisolatu vasallam bir kun yo'lda kelayotgandilar. Otda, tuyada butun sahobalar bilan kelayotgandilar. Payg'ambarni uzoqdan ko'rganlar. Juda uzoq joyni ham ko'zlari jovut ko'rib bo'lgan. Osmondagi Surayyoni ham shunday ko'rganlar. Uzoqdan bitta itni ko'rib qoldilar. It bolasini emizayotgan ekan. 3-4 bolasini it emizayotgan ekan. To'xtaylar dedilar sahobalarga. Qancha odam kelishyapti otda, tuyada. Aylanib o'tamiz. Mana bu it bolasini emizayapti, hozir qo'rqib ketib, suti qochib ketmasin deb uzoq yo'ldan aylanib o'tishdi. Itga ozor bermadilar. Insonmiz-ku biz. O yigitlar, ba'zi bir yigitlar, men ichida yuribman-da, mana yarashtirish komissiyasining a'zosiman shu shahar. Har kuni yuribmiz shuning ichida mahalla hisob. O yigitlar, ba'zi birlar noto'g'ri tushunadi. O'g'il bola bo'lgandan keyin so'kish kerak deb o'ylashadi. Astag'firulloh. So'kish juda ko'ring narsa-ku bu so'kish. Mana so'kish men so'ka olmayman, domlaman. Lekin hozir o'ylab ko'ringlar, sen palonsan desa, astag'firulloh, bu nima degani bu? Og'zi bu Alloh shukrga zikrga bergan. O'zingizni nikohga olgan pokiza ayolni shunaqa so'kishlik, bu johillik, nodonlik kim bo'lsa ham